va boshqa devorlarga borgan edik raqib oqtarib. Lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan, megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar va Navoiy telekanalining muxlislari. Efirda playlist loyihasi va sizlar bilan boshlovchingiz men Shahrizoda. Bizning bugungi manzilimiz Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Biz bu yerda talabalarning oxirgi kunlarda eshitayotgan taronalarni ulardan so'rab bilib olamiz va ular bilan birgalikda kuylaymiz. Men tayyorman, siz tayyormisiz? Unday bo'lsa biz bugungi dasturimizni boshladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Ismingiz? Tanishamiz. Malik Shahrizoda. Tanishganimdan xursandman. Yaxshi ko'rgan ashulangiz bormi? Ha, bor. Qaysi ashula? Asosan rap eshitaman. O'zbek reperlaridan. Kimlarni? Shohrux, Minorlar Dream. Hozir qaysi birini aytamiz? Minor aytamiz. Qaysi qo'shiqlarni? Bolalik Elmurod Haqnazarov bilan dueti bor. Buni mashhur qo'shiq. Men eshitishga tayyorman. Biz o'sha avlod bolalikdan sirazu qaragan va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan va bizning eng sevimli o'yinimiz bekin macho bo'lgan. Bizni bolalik valyutamiz bu nakleyka bo'lgan. Love is to'plagan edik 100 raqamini oqtarib va boshqa devorlarga borgan edik raqib oqtarib. Lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan, megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan. Beg'ubor sutkalarda, qo'rinat kurtkalarda, yurardik eski havo rang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda, zuvanoq qutqarardi. Esimda endi ochilganida paynet budkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas ayb bo'lgandi, ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi, statuslar qo'yish uchun okru degan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandi. Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan manzil sari iltadi vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi bulutlar tarqadi mana keldi bahor qushlar sayradi kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon chunki endi maktab xayr katta hayotga salom unutilgan sinfdoshlar hatto gurpadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va qani bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik yangi notanishlar sanga yaqinroq aka ukadek eski hayotimdan balki xayolan to'ygan bilik Nokia'da bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misli topshirishda tan olaman kam bo'lardim Nokia'da screenshot qilishni faqat men bilardim esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishim ko'rardik darsdan qochganlarni kalta kiyishim so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishim o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib